qanday bordilar domla nadirganiga osib tursam prim o'yincha topib ekan joyiga qo'yib yubordim. Yo'q, men senga tashlab beraman videosini, sen ko'rgan xafa bo'lib ketasan. Masalasiga o'shangan nadir joyiga qildim da, men yozgan ravishda o'qib qolsangiz galasovga yozdim. Ana boramiz bo'lmasam, ular qatli u Farg'onalik menimcha adashmasam, ular. Bu Andijondan, yo'q, o'zlari bizga qatnashgani kelmoqchi ekan. Ya, o'sha o'zlarini viloyatida qilib beramiz, borib qasharib, ular bilan. Borib keting birinchi o'sha ishlar bo'larkan, lekin men savdochiga ketib o'tdim. Ha? Yo'ldan akacham shamay qolib, chalkishib qoldi dedim. Hozir boraman, obodonim topaman. Ikki xil variant ko'rib, senga Toshkentda ishimga telefon qilaman. Agar shu joylariga olib tashlab qanaqa bo'ladi, yoki bir joy bo'lsa ta'sir ko'ramizmi? O'sha Bo'ldi, kelishdik. Zirqvarani qiladi. Qaranglar, ekran zapisi yoqqanda savol qarab berishini. Xonadonlarni tekshirib yurgan hokimlarga fikringiz. Hozir shunaqa xabar kelyaptiki, O'zbekistonimizni bizni juda qattiq hurmat qiladigan bir insonimiz, men shaxsan hurmat qilaman. Bir domla akamiz bor, Shukrullo domla deyishadi. Umrlar uzoq bo'lsin, yoshlari mendan ancha katta bo'lsa kerak, bilmadim. Hozir Asror o'rtog'imga shunaqa xabar kelyaptiki, xudo xolasa yaxshi ishlar qilyapsizlar. Keyingi haligi hasharlarda biz shaxsan o'zimiz ishtirok etsak yaxshi bo'lardi, biz ham boramiz, adres aytsa deyishibdi. Shuning uchun shu inson akamiz umrlari uzoq bo'lsin, borlariga shukr. Mana shunaqa Shukrullo domla akamizga o'xshagan insonlarning oldida men faqat yerga qarab turaman. Xuddi ayol erini ko'rganda ko'ziga qaramaydi-ku, yerga qarab itoat qilib turadi-ku. Men shunaqa panyatkasi shunaqa domlalarni, mana shunaqa insonlarni men juda qattiq hurmat qilaman. Aynan shu insonni. Ilohim yuzlari hamisha shunaqa yorug' bo'lsin. Shu Shukrullo domla akamizni shaxsan tanish emasman. Manzillarini ham bilmayman. Bilaman endi shu O'zbekiston vatanimiz fuqarolaridan. Lekin videolarini ko'rsam, qatta ko'rsam faqat meni laykim bilan shu insonni ko'proq odam ko'rsa layk bosib o'tib ketaman. Chunki men uchun juda anaqa. Men o'zi juda kam odamdan motivatsiya olaman, juda kam odamni eshitaman, juda kam odamni maslahatini, nasihatini olaman. Lekin mana shu insonni, mana Shukrullo domla odamni, shu akamiz men uchun qattadir boshimga tanbeh berib gapirsalar ham, men shu odamga bitta gap qaytaraman. Shunaqa. Chunki shu odam boshqa domlalarni men bilmayman, tanimayman, men ular bilan ishim yo'q. Shu odam bilan ishim bor. Umrlar uzoq bo'lsin, yetkazib qo'yinglar, mabodo kim agar tanisa, shaxsan tanisa yokida shu inson. Yuzlari dumaloqchadan kelgan, ana sal ko'charoq gapiradilar-yu, shunday inson shunaqa yaxshi ko'ramiz biz. Start qachon? Start bugun. Kecha yana ishlar bilan bo'lib ketib qoldik, videosini ola olmadik. Konkursimiz mana bunaqa narsalar bo'ladi. Ikkita Tailandga 2 kishilik sayohat. Va 3 ta odam $10,000 bir kishi, $10,000 ikkinchi, $10,000 3 kishi g'olib bo'ladi va 5 ta odam xursand bo'ladi. Amerika bo'lganmisiz yo'q? Trading qanday kerak ekan? Protein zararmi aka? Provokatsiya savollar ketyapti. Biz ularga javob bermaymiz, chunki ekran zapis tayyor turibdi. Trollar armiyasi bor. Yo'q, provokatsiya savol emas. Bu insonlar ham ya'ni yomon savol emas.
aka, charchamang, biz oldizdamiz hali nima doston ukajonim. Yo'q, provokatsiya savol emas, qaranglar, mana shu savol berayotgan odamlarning o'zlari yomon insonlar emas, ular bu mening do'stlarim. Bizdan savol berishadi, это нормально. Yozib olayotganlari bor-da. Men seni ko'ryapman-ku. Nafsiyaki uchun pamitimda ozgina joy ketsa ketibdi. Qiziq joyi bo'lmasa, udalit qo'raman debdi. Keyin yoqib qo'yadi. Keyin bu nomardlar mavzu nimadan boshlab, nimadan tugaganini to'lig'ini qo'ymaydi. Ani yibanuti cringe joyini qo'yadi, cringe joyini qo'yadi. Mana o'sha kuni unaqa bo'libdi. Hasharchilarning orasida bo'lgan voqea. Не только jonli efirda bor sotqinlar. Hasharchilarning orasida so'nggi paytlarda biz shunaqa tendensiyaga guvoh bo'lyapmizki, 90% odam haqiqatan hasharga kelishyapti. Hozir. Muhammad, charchamadingmi? O'g'lasin, hozir chiqaman. Jonli efir tugatib olay. Nima deb o'tirdim? Hashar. Shunaqa narsani guvoh bo'lib qoldik. Qaranglar. Hashar videolar zo'r aylanayotganiga 90% odamlar hasharga kelishyapti-da, 10% bor video olgani kelyapti-da. O'sha 10%ni 1% bor ekan. Ular ham video olishadi, faqat haligi 9% ga o'xshab videoni to'liqroq qo'ymaydi-da. Ana 1% jalab gaplarimda ilinib qolib, so'kinib, cringe bo'lib qolgan joylarni kesib, profillarga qo'yib, butun boshli profilni ochib yuborishibdi. O'sha reklama deb yozib ham qo'yibdi. Ayniqsa ana joyi og'ir bo'ldi, qaranglar. Abdulboriy Umarov degan bitta bratishka bor. Abdulboriy oilasi deb chiqadi. Ukamiz yaxshi ishlar qilishadi, ana ehsonlar, shunaqa temalar qilishadi. Ularning yo'nalishi bitta yo'nalish. Shu ukam Makito olib kelgandi. Keyin Makito tarqatdi. 300-400 odamga, 500 odamga Makito umr uzoq bo'lsin. Mana sekin-sekin ko'rsam, chiroyli gaplashish o'rganyapman. Umrlari uzoq bo'lsin. Alloh ishlariga baraka bersin. Yuzlari yorug' bo'lsin ukamizni. Shu ukamiz bilan biz suhbat qurib turdik va konkurslar haqida gap chiqib ketib qoldi. Va biz 30 yo 40 kishi o'rab olgan edi. Va shu paytda konkurslar haqida gap chiqib ketib qoldi. GIF konkurslari haqida. Va Abdulboriy ukamiz shu payt savol berdilar. Umrlari uzoq bo'lsin, Alloh ishlariga baraka bersin. Bizning suhbatimizni ko'p ko'z oynaklarda yoki telefonlarda yozib olishayotgan akalarimiz bor edi. Va ukamiz savol berdilar. Aziz aka, bilaman siz konkurslaringizda katta daromadini konkurs tugagandan keyin ham yaxshiliklar qilasiz. Bizning mana yo'nalishimiz ehson, biz xalq bilan birlashib qilamiz. Siz bir xil payt karta qo'ymasdan ham qilaverasiz. Shu daromadingizdan qilasiz-a deb savol berdilar. Umrlari uzoq bo'lsin. Lekin meni yozib olishayotgani xayolimda yo'q edi, chunki men o'zim ham hech qachon mayli so'z ishlatmay, birovdan beruxsat, ya'ni video tarqatmayman. O'zim ham shu dunyodagi insonlar deb o'ylayman. Bu mening katta xatoyim. O'zimni hammaga o'xshab rahmdil, soddadil, oq ko'ngil, beg'ubor, hech qachon mayli yo'q o'tmaylik. Birodarlar, xullas shunaqa savol berdilar ukamiz. Umrlari uzoq bo'lsin, ishlariga Allohim baraka bersin. Va albatta men ham javob berdim. Javobimni hammasini va savolni hammasini zapisini qo'yishmabdi-da, yozib olayotganlar. Faqat javobimni qo'yganda ham javobini yomon qilib, yomon joyini kesishibdi. Men aytganman, qaranglar. GIF konkursimizdan tushgan daromadni 80% ga sovg'a olamiz, 20% ni cho'ntakka uramiz degan joyim bor. Haligi videoni GIF konkursimizda degan joyini shata kesibdi-da, qara. Bu pidaraslikning yuqori cho'qqisida. Qamalib ketsa ham bo'ladi unaqa videodan keyin. GIF konkursimizda degan joyini
shada kesganda daromadimizni 80%ni xalqqa beramiz. Sovg'a demagan, xalqqa beramiz. 20%ni cho'ntakka olamiz degan shuni kesganda, shuni qo'yib yuborgan. Endi kommentga kirsang, jalab Azzaka ihsonni 80%ni yiqqan odamga berar ekan, 20%ni cho'ntakka urar ekan. Keyin yozishibdi jalab haligilar, yana yozishibdi odamlar. Maslahat berishdi menga haligilar. Ko'tidan gashogizi ketmagan bolachalar, modda sut qotib qolgan jalab. Endi sutni oq narsa, bilmayman nima, qatiqmi balki kefir. Menga haligi bolachalar videoni kesilganidan fikr qilib menga dadasiga, dadasi emasman, yashash o'rgatyapti demoqchidim. O'zi shunaqa asabiylasida shunaqa qilib. Menga nima deb maslahat berishdi? Yana maslahat berishdi, maslahat. Aziz aka, shu 80% cho'ntak kurmasdan shuni bir 5%ni qilib turib, ana 15%ni ham o'sha qiynalgan oilalarga berib yorsangiz bo'lmaydimi? Baribir odamlar ularga pul tashashganmi deyishibdi. Tasavvur qilyapsizlarmi? Prosta mana masshtab tasavvur qilinglar. O'sha gift konkurs degan so'zni kesib tashlamasa, ma'no matn o'zgarmasdi. Prosmotr bo'lsin deb yana uni serial qilib qo'yibdi. Birinchi seriya, ikkinchi seriya. Santa Barbara ko'ryapti bolalar ko'rib. 9 yil davom etgan Santa Barbara kinosi bor, 2300 serial. Davomi keyingi videoyimda haliga kirsam 1,5 million prosmotr. Gift konkursi o'zini videosi ham 1,5 million emasda. Gift konkursi do'stlar sovg'a qo'ydim, ishtirok eting degan videoni o'zi 1,5 million emasda. Qabristonda turibman, makadagi teroqib Abdulboriy bilan turganimda odamlar ihson deb o'ylayapti. Abdulboriy ihsonchi-ku. Tushunyapsizmi? Nomard, noinsof, g'ar bo'l, o'g'ri bo'l, insofli bo'l. O'sha gift konkursdagi daromadimizni degan joyini qo'sh haligi pastligiga. Ko'rdinglarmi? Bu internet tarmog'i qanchalik nozik mavzuligini. Yana gerikda yurish kayf, sayohatlar qilish kayf, jalab bunaqa yashash mazza. Turish qancha o'sha kuni shuni gaplashib boshim balaga qolib ketdi. O'zi tushunasizlar nima deyotganimni, kulyapsizlar. Nimaga kulyapsizlar o'zi? Tushundinglarmi? Nima bo'lganini kimdir yozib oladimi erinmasdan? Nima bo'ldi? Nimani gapirib berdim? Abdulboriy ukamiz bilan Hashardagi voqeani gapirib berdim. Nimani gapirdim? Botir aka degan ustoz bor. Albatta kickboks o'rgatganlar Botir aka, umrlar uzoq bo'lsin. Allohim ishlariga baraka bersin. Shudosini cho'qqisi deb yozishdi. Aka juda emotsiya bilan gapirasizda. Men o'zi hammasini emotsiya bilan qilaman. Bu dunyoda nimadir qilsangiz ham mana shu yurak bilan, mehr bilan, muhabbat bilan qiling. Nima ish qilsangiz ham, nechta ish qilsangiz ham mehr bilan, muhabbat bilan o'sha ish ham sizni yaxshi ko'rib qoladigan darajada qiling. Maslahatim. Futbol o'ynaysizmi? Basketbol o'ynaysizmi? Bir kasbi egasimisiz? Ko'rdinglarmi, hozir mana shu yerda ham opasniy ketyapman-da. Men bu потонкому лезвию deydi-ku, lezvani o'rtasida ketyapman-da, shu muvozanat saqlab dorvozga o'xshab jala qo'limdan odamlarni g'iybat talkasi bor. Mana shunaqa o'rtada ketyapman. Mana shuni sal nito gapirib qo'ysang,
Nito gapgacha bo'lgan joyi kesadi. Nito gapdan keyin to'g'rilab ketgan joyini kesadi-da, shu o'rtasini qo'yadi, shu o'rtasini. U o'rtasini o'zi yaqin 2 yil, 3 yilda temada bo'lishingga yetadi-da. Mana shu o'rtasini o'zi mana shu yerdagi mana shu o'zi. Bu yoq qo'ymaydi ko't, nomard bu yoq qo'ymaydi. Lekin men hech kim videosini ham qo'ymayman, hech kim bilan ishim yo'q. Bu onayni ham mag'ura tashog'im bosil bo'lgan. Mana shu. Turnik qilib tortiladi. Mana zal kesinglar, turnik bor. Aka, tushunsam ham kulaveraman sizni. Ko'rsam nastirib ko'tarib ketadi. Addushi konsert bersiz. Davay bir 200 ming so'mdan xalqlar do'stligida konsert beramizmi? Davay shunaqa qilamiz. Faqat sharti bor. Mana 2000 ta odam bor. Yana reklama qo'ysak 4000 ta odam keladi. 4400 tami konsertda, anaqada Drujbada. Yo'q, xumoqdanmi qayerdadir. Davay anaqa qilamiz. Zakitiy qilamiz. Eshing tagida hamma telefonlarni tashab kirasizlar. Xuddi bir Gollivudddagi 1 milliard dollar ketgan kinoni premyerasida telefonlar ishlatmaydi-yu, unaqa. Nima deydi? Tarqab ketish kerak emas. Ha? Davay shunaqa qilamiz. 300-400 ming, 500 ming mayli byudjetdan tushgan pulga bitta mashina qo'yamiz sovg'asiga, mayli, men roziman, 50% daromadim o'sha ketsa-da. Faqat yozib olmaysizlar-da. Men sizlar bilan узкий kruг shunaqa narsalarni gapiraman. Shunaqa. Anu. Kayfiyatingiz yo'qmi? Testosteroning kam. So'chog'ing turmayaptimi? Testosteroning kam. Oning o'lib qoldimi? Testosteroning kam. Oshqozoningda ovqat hazm bo'lmayapti? Testosteroning kam. Yo'q, opa, men kecha atravleniya bo'ldim, nito pomidor yeb qo'yibman. Testosteroning kam, pidaras. Kayfiyatim yo'qligi kecha haligi shunaqa bo'lib qoldi, yaqin do'stim mashina urib ketdi. Testosteroning kam, pidaras. Yana nima deb qo'ydi menga? Aka, vayonlarga ideyani qayerdan olasiz? Mana. Mana. Просто открой глаза. Розовые очки не едь. Mana bu rozовые очкingda zo'r-ku hayot. Hech kimni aldamaydi. Hamma bir-birini sevadi. Hech kim beshga bir urmagan. Voy. Sevganlar bir-biri bilan babichki в животе, qushlar, rozовые kapalaklar. Hech kimni xotiniga qaramagan. To'yda katta emchi katta qizni ko'rganda bola hammasi yerga qaragan. Rozовые очкini da ye chuka. Qara. Mana senga ssenariy, mana senga kino, mana senga hayot, solishtir, ko'r, ol, tajribang bo'lsa tushunib olasan. Aka, uyqum nima? Aka, uyqum kelyotdi. Shunda Instagramga qilyapsiz. Kirsa uyqum qochib ketdi kulib. Mayli endi. Nima qilamiz? Konsert beramizmi yo'q? Shundan gapiringlar, mard bo'linglar. Faqat sharti skiti kamera, bunaqa zirekka taqadigan, imchakka taqadigan kameralar bilan kirmaylik, o'zingizga taqib oladigan soatga taqadigan kameralar hammasini tekshiramiz. Telefonlarni korzinkaga solasizlar, eshik tagiga. O'tiramiz, mikrofonni berasizlar, 2 soatdan keyin mikrofonni qaytarib beraman. Va'da beraman, maza qilamiz lekin sizlar u haqiqatlarni eshitishga, u haqiqatlarga psixologik tayyor bo'lishingiz kerak. Rozовые очкini eshingizni yechib kirishingiz kerak. Yechib kirasizlar, biz sizlar bilan Instagram ko'proq haqida gaplashamiz. Ochkida olaman. Mana shu Timur aka faqat meni videolarimni mendan so'rab, hurmatimni qilib, aka men bu joyi bo'ladimi ko'ring deb bitta shu odam hashardagi videolarni qo'ydilar. Ani bitta bilan zilchi bola bor ekan, lekin meni yomon sharmanda qildi deb borku. Gif degan joyini kesib qo'yib umrimni
xazonga aylantirib yubordi. Mana odobli insonni ajratib olsangiz bo'ladi-da. Ko'p inson o'sha kuni video oldi, lekin mana shu Timur Avto mana o'zlari ham yozyaptilar. Shu odam birinchi menga direktni jo'natib, yoqmagan joyini kesib tashlaydi deganlarni 5-6 ta videodan aka mana bunisini qo'ymasangiz yaxshi bo'lardi desam, o'sha joyini olib tashlab qo'yganlar. Misol uchun-da, mana tarbiyada baribirda mana birovni chunki nomi sha'ni haqida gap ketyapti-da. Insonlar birov nomi bir kunda o'ldirib yuborishlik mumkin-da. Bu xalq bizning xalq shunaqa xalqki, yaxshi inson bo'lsangiz ulug'likni ko'taradi osmonlarga, ko'klarga. Lekin pidaraz bo'lsangiz bir kechada komment orqali o'zingizni osishga majbur qilib tashlaydi-da. Shunaqa kommentlar yozib, shunaqa videolar qilib, ertasi kuni bo'ldi. Bevafodan yo men o'zimni osaman, yashamayman deydigan qo'radi-da. O'shaning uchun naqayli pul bor deysiz. Kepkani qara, yetirib ketgan. Mana shu kepka bilan yuribman qaranglar. Bitta karta qo'ysam, pul yig'ishib olmaysizlarmi? Kepka olgani. 10 ming so'mdan tashlasanglar. Zo'rda shunaqalar bor ana. Oldinlari masjid qurgan paytlarimiz yokida uy qurgan paytlarimiz Hojivoy konsertidagi odamlar bo'lardi-da. O'tirib birovga hisoblanganlar bor-ku. 77, 78, 79, 80, 81 birovga hisoblaydi-ku. Bu bir yil bir mavzu bo'lib qoldi-da. Nima deydi o'shanda? Aziz aka, o'sha payt 2 millionmi, 3 millionmi odamim bor edi. Bitta oilani anaqa qilib yuborish kerak edi, olib chiqib anaqa qilib yuborish kerak, uy olib berish kerak. Bitta video qo'ysangiz, shuncha 3 million odamingiz bor. 3 million eshityapsizlarmi? Eshitinglar. Super mozgda jarab. Elon Musk bilan maslahatlashib, keyin o'zini kosmik kemalarini osmonga uchiradi. Nima deydi? Ana Hojivoygida o'sha. Hech narsa qilmaydi, faqat hisoblaydi. 77, 78, 79, 80, 81. Nima deyapti o'sha paytlar? Aka, bitta oilaga uy olib berish kerakda, shunday video qo'ysangiz postga, shunday odamlar haligi 3 million odamingiz 10 ming so'm tashlasa ham 3 milliard yig'ilib ketar ekan. O bu deydi-da. Bitta odam mushkuli oson bo'ladi. Bir odamni mushkuli haqida, oxirat haqida menga gapiryapti. Men aytdim, yo'q, iloji yo'q. Siz o'ylaganchalik oson narsa emas u. Bu odamning ko'yniga tushib, bu odam haqdorligini olib chiqish kerak. U muammosi bor, u javobgarligi bor, u kartalar nazoratda bo'lishi bor. Boshqa bor, ertaga uy olib berishga pul yetmay qolsa, bizdan javobgarlik bo'lib qoladi. Qo'ying desam, shuncha odamingiz bor, hammasi podдержка qiladi dedi. Birov uchun javob beryapti. Keyin aytdim, bo'pti dedim, qara dedim. Senga bitta matematika dedim. Gandon dedim. 3 million odam bo'lsa, 3 million odam pul tashasa, 3 nima uchun? Sen o'ylayotgan darajada 3 million odam bo'lsa, pul tashasa, nima uchun Ehson video 10 mingta ham like yig'maydi даже? Odamlar like bosishga erinadi. Odamlar 3 million odam bir danaga bitta odamga telefonni ko'tarib turib, programmasiga kirib turib, uni kartasini terish tan oson edi-ku, like bosish. Nima uchun like bosmayapti unda? 77, 78, 79, 80, 81. Tushunyapsanmi bilayotganim? mingta like yig'maydi tayinli ehsonlar. Karta qilsa ham 10 mingta odam tashiydi degani emas. 3 millionni qo'y uka, 3 millionni chekiga chiqar ularni.
bir oyda bir marta Instagram kiradigan Levi profillarning yarmidan ko'pi. Живой haqida gaplash. 10 mingta like bosmagan odam 10 mingta pul tashidi degani ham emas u. Uni birovga uy olib chiqib olib beraylik, 50 ming dollar turar ekan uy deb turib, ertaga 700 millionni boshga ilib olib turib, bir oy keyin yurish kerakmi? Iltimos, shunga uy olaylik, umrida yedi-ku deb odamlarni ko'zi yomon ko'rib. Hokim temir yomon bo'lyapti, bir nima deboring. Hokimlarning umri uzoq bo'lsin. Uylarida hamisha mana shunaqa insonlar ularni duo qilsin. Ular bor, mana viloyatlarimiz, shaharlarimiz go'zal, tinch, obodon, toza. Hokimlarimiz umri uzoq bo'lsin. Nima deyman men ular haqida? Men bilmayman nima haqida gapiryapsizlar. Men tanigan hokimlar, shaxsan tanigan hokimlar juda mana Yangiyo'l haqida gaplashamiz. Yangiyo'l hokim haqida. Yangiyo'limiz obod, go'zal, toza, sokin. Bu narsani tushuninglar-da, do'stlar. Har doim mana nolish osonda, noliymiz. Hukumat to'g'ri tushunaman. Hozir aytishimga, aka, gelikda o'tirib olib, zikrda o'tirib olib yoki-da BMW qimmat mashinada o'tirib olib gapirish oson. He, mazgiylar. Men bu narsalarga o'zim kelib qolganim yo'q. Men esimni tanaganimdan 9 yoshimdan beri bozorda ishlaganman. Blogerство bo'lmasa ham boshqa ish ham qilib ketiraman. Men shunaqa harakatchan, shunaqa insonman. O'shaning uchun aytaman, har doim har kim o'zi duxi yetgan hayotda yashaydi. Shuning uchun chiqib olib turib, buni yomon, taqdirim yomon, qismatim yomon, hokim yomon, mahalla raisi yomon deyavergandan ko'ra, o'ylanglar. Dunyoda bo'layotgan voqealarni ko'ringlar. Solishtiringlar. Bu dunyoda eng qimmat narsa bu bezopasnost va tinchlik, musaffo tinch osmon. Hali ko'zinglarning oldida biron marta bir qarindosh urug'larning radnoylarni bomba tushib yoki o'q otib ichi-chavog'iga chiqib ketganini ko'rmagansizlar. Tinch uxlaymiz, tinch turamiz. Ozgina svet bo'lmasa, ozgina gaz bo'lmasa, baqir-chaqir, tuhmatlar, qaramaysizlarmi? Baraka topkunlar, bir xilgi holatlarda mana hokimlarni ko'zlari bilan ko'rganinglarda, goh holatlarda bitta o'zimizni 6 sotiklik hovlimizni obod qilib o'tira olmaymiz. Da? Katta insonlar butun boshli mamlakatlarni obod qilib o'tirishadi. Shuning uchun hadi u yomon, bu yomon deyorish kerak emas. Inson xato qiladi, inson u qiladi, inson bu qiladi. Tinchlikni qadriga yetish kerak. Shukr, bor joyda baraka juda zo'r bo'ladi. Shukr bo'lish kerak, shukr. Paxta qo'ygan yaxshimi? Ana ko'rdinglarmi? Mana shunaqalar hali kunni sovuq kunida 40 gradus sovuqda отопленияsiz ko'chada sovuqda qolib ketgan emas. Misol uchun mana ko'rdinglarmi? Haqiqatni gapirsang, insonlarning yaxshi tomonini gapirsang, sen paxta qo'yyapsan deyishadi. Amerikada kino bor-da. Ko'ringlar-da. Sudная ночь degan. Sudная ночь. Ya'ni sudная ночь degani qanaqa hisob-kitob kunda. Shunaqa kino bor. Har yil Amerikada bir kun, bir sutka qonun ishlamaydi. Bir sutka qonun ishlamaydi. Hamma xohlagan ishini qilishga ruxsat beriladi. Hech kim jazolanmaydi. Va o'sha bir kechani odamlar kutadi. Qarzini olishi, o'ch olishini, anojalar buni haqorat qilgan, buni borib turib o'ldirishi, shu bir kun shunaqa bo'ladi. Qonun ishlamasa, shuning uchun nabarot shukr qilinglar, mayli, kamchilik hamma joyda bor. Men dunyoning ko'p mamlakatida bo'lganman. Kamchilik qayerda yo'q deb o'ylaysizlar. Birinchi o'rinda shukr qilaylik. Alloh ham aytadi, sen shu arzimagan ne'matlarga, arzimagan shu narsalarga shukr qilsanmi? Qani mamnunisiga ham shukr qilasanmi? Deb undan ko'proq baxt beradi. Shukr qilish kerak. Sog' salomatsiz. Bir kechada necha ming odam uyg'onmadi. Shukr qiling. Sayohatga ketamiz, bemalol opa-singillarimizni tashab ketamiz. Men misol uchun qonun borligi uchun bemalol hech kim ularni zo'rlab ketmayapti. Hech kim ularni bir iznasiz qilib ketmayapti. Farzandingizni bemalol bir ko'chaga qo'yib yuborasiz, bitta mashinaga farzandingizni tutib ketsin. Bitta gayiga telefon 15 minutda yerdagidan bo'lsa ham sug'urib olib chiqishadi haligi mashinasi bilan haligi odam. Do'stlar, unaqa deb bitta kamchiliklarni ushlab olib turib, kamchilik qaysi dunyoning nuqtasida kamchilik yo'q aytinglar. Biz 30 yil, 35 yil oldingidan mustaqil bo'lgan inson mamlakatmiz. Endi
bir 30-35 yoshga to'lgan yigit xatolar qiladi. Yoshda hali ko'p narsadan o'tishimiz kerak. Biz uning uchun birlashishimiz kerak. Uning uchun shunaqa hasharlar, bir-birimizni kamchiligimizni ha deb yuzimizga solib ustimizdan kulavermasdan, yotganini tepmasdan qo'llash kerak, yelka tutish kerak. Maqsad birlashish bo'lishi kerak. Ha deb bu paxtakor bilan, bilan nonko'r. Nonko'r. Ko'rdinglarmi? Haqiqatni gapirish mumkin emasda. Bularga faqat qulog'iga yoqqan narsani gapirish kerak. Mayli, gap ko'payib ketdi. Kunlar yaxshi o'tsin.